25 milyon 600 ming so'mga tayyorlangan kukunli mebelimiz uстановкасы tugadi. Bu ishimizni Namanganga, Noringa olib kelganmiz. Endi bu ishimizni qisqacha obzorni qilaman. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, yana ham to'liqroq ma'lumotini bilasizlar. Telefon nomerim 90 572 93 94. Shu nomerda Telegram bor. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Endi ishimizni obzorni boshlaymiz. Xo'p, bir chekkadan ketsak, birinchi ishimizni razmeri 3,5 metr bu tomoni, 3 metr bu tomoni. O'xshisi 6,5 metr joyga bo'lgan. Bir chekkadan ketsak, bu yerga xaldenligimiz joylashgan mana. Tepa tomonlarini o'rab berganmiz. Bu yerda mikrovalnovkamiz. Mikrovalnovkasini ham joyida mana razvetkalarni o'rnatish chiqargan. Past tomonda ham polkalar bor. Bu yerda mana dovotganmiz. Gazimiz, vitishkamiz tepalarni o'rab berganmiz mana. Bu yerda tortmalari ham o'zi tortib ketaveradi. Hammasi yaxshisidan qo'yilgan. Bu yerda moykamiz bor. Moykamiz. Smesitillari hammasi komplet. Endi pianinali moyka bo'lganligi uchun buni uстановкасini haligi pastdagi diodlari ham bor. Shunaqa diodini, moykani, gazni uстановкalarini santexnik qiladi. Bu uстановкаlar bizning ishimizga ichiga kirmaydi. Hop, musurpaqlar. Endi ko'pchilik o'zingizlar qilib berasizlarmi deydi, savollar bo'ladi. Hop, bu yerda bo'lsa kargoyimiz joylashgan. Kargo. O'zi tortib kelib ketaveradi bu yerda. Bu yerda televizorimizni joylab berganmiz. Mana televizorimiz kattagina o'ziga yarasha qilib chiroyli qilib berganmiz. Albatta to'yklari ham hamma yo'qqa chiqqan. Endi tepasida sushulkasi qolib ketyapti ekan mana. Oshalari ham vakuumshandir. Endi bu ishimizni materiali akrilik materialdan bo'lgan. Balandligi bo'lsa 270 ga qilib berganmiz. 1 metrini, paygonometrini 4,2 ming so'mdan chiqadi hozirgi kunda. Xo'p, endi eshikdan kira olishga bo'lsa, bunaqa holatda bu tomondan ko'rsatsak, yechim qilib qo'yganmiz. Yana sal eshikdan kira olish joyini sal kichikroq qilganmiz bu stajistda. Endi mana bu joyga po'ch qo'yib qo'yiladi. Bunga tekkanda ziyoni tegmaydi. Xo'p, buni past tomonida bo'lsa, mana tubli bog'da narsalar bor ekan, chiroyli qilib buni ham o'rab berganmiz. Bu chekkasida bo'lsa, televizorning yoniga endi har xil narsalar, gulpul, suyunlar, shunaqa narsalar qo'ysa bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu plyuslargacha qo'yilgan. Stansiyalari ham qalin stansiyalar bo'lgan. Ruchkalarga ham e'tibor bersanglar, artganda, bir boshqa nima qilganda ziyon tegmaydi. Hali beozor ruchka desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa, mana shu ishimiz bo'ldi. Yana kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, albatta barcha turdagi mebellarni ham qilib beramiz. Endi telefon nomerimni aytdim. Shu 90 572 93 94 shu nomerda Telegram bor. Aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi. Boshqa yana ishlarimiz ham bor. O'zimiz alohida gruppamiz ham bor. Shunga ko'rib boshqa zakaz bersanglar ham bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'rib turganingizdek, hamma yo'q o'rn-o'rnida tartibli joylashyapti.